Davom etamiz. Endi zamonli kitobxonlar elektron resurs, raqamli xizmat va zamonaviy o'quv zallaridan foydalanishlari uchun yangi mutolaaxona bor. Tog' bag'rida bunyod etilgan maskan bir vaqtning o'zida 100 dan ortiq foydalanuvchiga xizmat ko'rsata oladi. Uning fondi esa 50 mingdan ortiq badiiy, ilmiy va o'quv qo'llanmalar bilan boyitilgan. Muxbirimiz ana shu Ziyo maskanidan reportaj tayyorladi. Zomin tumani markazida joylashgan Ziyo maskanining ochilish marosimida mamlakatimiz siyosat, ilm, fan, adabiyot va san'at namoyandalari, viloyat faollari hamda yoshlar ishtirok etdi. Marosimda so'z olgan jamoat arboblari kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, aholining intellektual salohiyatini oshirish hamda yoshlarni mutolaaga keng jalb etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida fikr bildirishdi. Shundan so'ng ramziy lenta qirqilib, yig'ilganlar kutubxonada yaratilgan sharoitlar bilan tanishishdi. Muassasa O'zbekiston Milliy kutubxonasining elektron fondi bilan integratsiya qilingan bo'lib, bu kitobxonlarga 200 mingga yaqin badiiy va ilmiy adabiyotdan foydalanish imkonini beradi. Qadrli senatorimiz, qadrli yozuvchimiz, taniqli, atoqli siyosatshunos Qudratulla Rafiqovning uyidagi mana shu kitoblar nafaqat o'zbek, xorij, turkiy tilli davlatlar, Markaziy Osiyo davlatlari tillaridagi adabiyotlarda bittadan o'sha nusxalari, hozir topilmaydigan nusxalarini ham uylaridan olib kelib joylashtirganlariga aqlim boshqacha bir xursand bo'lib ketdi. Bu zomin yoshlariga yangi nomlarni, yangi tafakkur egalarini tarbiyalashda xizmat qiladigan dargoh bo'ladi. Muassasa hududida kitob do'koni, book cafe hamda poligrafiya xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Joriy etilgan ilg'or axborot texnologiyalari yordamida kutubxona resurslaridan elektron portal orqali dunyoning istalgan nuqtasidan turib foydalanish mumkin. Kitob o'qiyman degan, bir ma'rifatga yaqinlashaman degan odamlar uchun mayli, u yosh bo'lsin, katta bo'lsin, shularga bir har holda imkoniyat yaratib qo'yayotganligi uchun u kishiga biz endi albatta rahmat aytishimiz kerak. Shu kuni tumandagi 60-maktabda davlat arbobi, siyosatchi Qudratulla Rafiqovning Millat Shavkati kitobi taqdimoti ham bo'lib o'tdi. 12 ta ilmiy ommabop maqola jamlangan ushbu to'plamda respublikamizning uzoq va yaqin o'tmishi, mintaqa va yangi O'zbekistonda kechayotgan evrilishlar qalamga olingan. Amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida davlatimiz rahbarining mamlakatni taraqqiy ettirish, xalqni rozi qilishga qaratilgan fidokorona faoliyati, siyosiy irodasi mujassam ekanligi yorqin misollar bilan bayon qilingan.